Assalomu alaykum hammaga, kanalga xush kelibsiz. Bugungi videoda LeetCode'dagi juda mashhur va intervyularda ko'p tushadigan longest consecutive sequence masalasini ko'rib chiqamiz. Videolar sizga agarda foydali bo'layotgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu kanal rivojlanishiga juda katta yordam beradi va shunday LeetCode hamda coding intervyu videolarini tez-tez chiqishiga bizga motivatsiya beradi. Unda vaqtni cho'zmasdan masalani ishlasak ham bo'ladi. Demak, masala raqami 128 bizga nums nomli integer bilan to'ldirilgan list berilgan. Bizni qiladigan vazifamiz eng uzun bo'lgan, ketma-ket kelgan sonlarni topishimiz kerak bo'ladi. Ularning ketma-ketligi qanday bo'lishi kerak? Bitta raqam bilan, ya'ni bitta son bilan ikkinchi sonni orasidagi farq faqatgina 1 bo'lishi kerak. Misol uchun bir raqam soni turibdi, undan keyingisi albatta undan bitta katta bo'lgan ikki soni bo'lishi kerak. Shu tarzda faqatgina birdan bittadan oshishi mumkin. Demak, boshlang'ich holatdagi integer ko'rishingiz mumkin bizga sort qilinmagan holatda, ya'ni birinchisi kichik, ikkinchisi katta, keyingisi yana kichik, shunaqa har xil holatda bo'lishi mumkin. Misol uchun 100 4 dan katta, kichikka qarab ketyapti va 200 bo'lib turib yana undan ham katta bo'lyapti. Bu bizga bu listni sort qilib olishimiz uchun belgi hisoblanadi. Birinchi sortlaganimizdan so'ng eng uzun bo'lgan consecutive sequence-ni topishimiz mumkin bo'ladi. Buni qanday qilamiz? Diagram holatda endi bir ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, o'zidan bu ko'rinishida biz eng uzun ketma-ket kelgan sonlarni topa olmaymiz. Shuning uchun xuddi mana shuni sort qilib yuboramiz. Sort o'sha funksiyamizga solganimizda u mana bu tartibga keladi. Endi sortlab olganimizdan keyin birma-bir yurishni boshlaymiz. Bitta son undan keyingi keladigan son bilan ketma-ket bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ikkinchi son birinchisidan ko'ra birga katta bo'ladigan bo'lsa, buni hisoblashimiz uchun bitta count degan o'zgaruvchi ochib olamiz. Birma-bir har bir elementni tekshirib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni birinchi count ochib oldikda tekshirishni boshlaymiz. Demak, birni olib oldik va undan keyingisi shartimizga mos tushyapti. Ya'ni faqatgina bir qiymat bilan katta hisoblanadi. Shu tarzda yurishda davom etamiz. Demak, countimiz bu yerda 2 ga aylanadi va keyingisiga o'tamiz. Keyingisi ham teng bo'lyapti. Mana bu uchalasini o'lchami 3 ga teng bo'lyapti va countni 3 ga aylantiryapmiz va yurishda davom etamiz. Keyingisi ham 3 dan 1 qiymat bilan katta. Buning o'lchami 4 ga aylanyapti. 3 demak 4 ga aylanyapti. Va e'tibor beramiz, undan keyingi son 4 dan anchagina katta, ya'ni 96 ya'ni 4 ga plus 96 bo'lganda 100 ga aylanadi. Shuning uchun bu demak bizning shartimizga mos tushmaydi. Bu holatda endi mana shu 4 ni biz bitta o'zgaruvchiga saqlab ketishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu bizda bu yerda max hisoblanadi. Buni qanday olamiz? O'zimizga max degan funksiya bor Pythonda. Maxga berib yuboramiz. Max o'zgaruvchimiz bilan countni berib yuboramiz. Bunda bu bizga demak 4 ga teng bo'lyapti. Maximiz demak hozir 4 ga teng. Countimiz ham 1 ga aylanib qoladi. Chunki 100 ga kelganda bizning shartimizga mos bo'lmay qoldi. Demak, countimiz yana 1 ga aylandi. Bu mos emas. Ya'ni undan keyingi son 200 bo'lyapti. Shuning uchun qiymat yana qaytadan o'zgaryapti va 1 ga aylanib turib, eng kattasida mana shu demak eng uzuni maxga to'g'ri kelyapti va xuddi shu maxni funksiyamizdan qaytarib yuborsak kifoya. Keyingi misolni ko'rib chiqamiz. Demak, bu uzunroq ekan. Bunda ham xuddi shunday bo'ladi. Max bilan bitta count ochib olamiz.
mana bu holatni sort qilganimizda mana bunga aylandi va yurishda davom etamiz. Demak, countni 0 ga qo'yib oldik. Bir turibdi. Undan keyingisi demak undan bir qiymat bilan katta emas. Shuning uchun yana bu count shundayligicha birligicha qoladi. Endi boshqatdan qiymatni yana boshlaymiz. 0 dan keyingisi 1 katta, ya'ni 1 0 dan faqat bir qiymat bilan katta. Shu tarzda davom etamiz. 2 ham, 3, undan keyingilar ham 1 dan katta bo'lyapti. Demak, 1 dan 8 gacha unga mana bu 0 ni ham qo'shadigan bo'lsak, demak, countimiz 9 bo'lyapti. Endi xuddi shuni haligi maxga funksiyamizga soladigan bo'lsak, max bilan countni oladigan bo'lsak, demak 0 bilan 9 bo'ladi. Bu bizga demak eng kattasi 9. Mana shu 9 ni funksiyamizdan qaytarib yuboramiz. Endi keyingi misolga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin 1 0 1 2. Bu holatda e'tibor beradigan narsamiz bizda faqatgina 1 bilan 2 bu yerda ketma-ket kelyapti. Ya'ni 2 1 dan 1 qiymat bilan katta hisoblanadi. Shuning uchun biz max sifatida 2 ni olishimiz mumkin, lekin bu yerda ko'rishingiz mumkin 3 qiymati berilgan, ya'ni funksiyadan 3 qaytish kerak. Buning ma'nosi shuki, ikkita qiymatli elementlar bitta bo'lib ketishi kerak, ya'ni set ko'rinishda sortlangan holatda bo'lishi kerak, ya'ni bitta qiymatli element faqatgina shu bir marta olinishi mumkin. Demak, bu bizga set ishlatishimiz kerakligi uchun ishora. Bu narsani ya'ni setga sovuradigan bo'lsak, 0 1 2 ko'rinishda bo'ladi, ya'ni bitta 1 yo'qolib ketdi va 0 1 2 ko'rinishda bo'ldi. Endi ko'rishingiz mumkin, o'lcham, ya'ni oshish darajasi 3 o'lchamli bo'ldi. Shuning uchun maxni 3 sifatida olamiz va funksiyamizdan qaytarib yuboramiz. Bu masalani time and space complexity'si qanday hisoblanadi? Biz masalani ishlash davomida mana bu holatdagi arrayni sortlab oldik. Demak, biz sort algoritmidan foydalandik. Shuning uchun bu masalamizni ishlash tezligini n log n ga olib kelib qo'yadi. Ya'ni o'sha sortlash algoritmi mana shu holatga bizni olib kelib qo'ydi. Space complexity esa xotira murakkabligi esa big O da faqatgina n ga to'g'ri keldi. Biz ishlatgan sortimizda hech qanaqa xotiradan joy egallamaydi. Faqatgina biz o'sha setni ishlatdik. Setni ishlatganimizda har bir elementni, misol uchun setni uzunligi yoki arrayni uzunligi n ga teng bo'ladigan bo'lsa, o'sha setga joylab chiqqanimizning hisobiga bu o'sha n ga to'g'ri keldi. Endi kod formatida ko'rib chiqib olamiz tezda. Aytib o'tganimizdek, bizga bitta max o'zgaruvchisi kerak bo'ladi va bitta countni ko'rib chiqqanimizdek 1 ga tenglab olamiz. Keyin bo'lsa o'sha nums arrayimizni, ya'ni listimizni sort qilib olamiz. Bizga sortlangan oddiygina list kerak emas, bizga set ko'rinishdagi sortlangan list kerak bo'ladi. Buning uchun setni yozib turib, ichiga numsni berib yuboramiz. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? Set o'ziga listni olyapti, unique qilib beryapti. Ya'ni ikkita 1 bo'ladigan bo'lsa, faqatgina bittasini oladi, qolganini o'ziga olmaydi. Va xuddi mana shu ko'rinishdagi setimizni sortlab olyapmiz. U misol uchun 2 1 2 3 bo'ladigan bo'lsa, u o'sha 1 2 3 ko'rinishda, ya'ni kichigidan kattasiga qarab sortlangan holatda bizga mana shu numsni o'ziga yana qaytadan tenglab beradi. Bu ya'ni o'sha sort funksiyasi orqali qilinyapti. Endi bo'lsa for loop orqali o'sha eng uzun bo'lgan sekvensni topib olishimiz kerak. Buning uchun biz o'sha mana shu tartibda aylanib chiqamiz.
namsni uzunligi bo'ylab aylanishimiz kerak bo'ladi. Birdan boshlaganimni sababini hozir tushuntirib beraman. Agar tekshiramiz, namsni iyinsa, hozirgi holat turgani, misol uchun u 1 da turibdi. Ayirib tekshiramiz, namsni i-1-sa, ya'ni o'sha birinchi element, birinchi indeksi turgani 0-indeksdagi turganidan o'sha 1 ni ayirganda, o'sha agarda 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, u bizni shartimizga to'g'ri keladi va countni 1 ga oshirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Agarda bu shartimizga to'g'ri kelmasa, misol uchun mana bu elementdan misol 200 dan 4 ni ayirganimizda 1 chiqish kerak, 1 chiqmaysa, misol uchun bizda 96 chiqadi. Bu o'sha else ga tushadi. Else holatida biz o'sha maximizga countni olishimiz kerak. Buning uchun o'sha max degan funksiyadan foydalanamiz. Bu maxning ichiga mana bu max o'zgaruvchimizni berib yuboramiz. Hozirgi holatda bu o'sha 0 turibdi. 0 bilan countni ikkalasining qaysi biri katta bo'lsa, hozirgi mana bu max o'zgaruvchiga saqlab oladi va countni yana qaytadan 1 ga tenglab qo'yishimiz mumkin. Chunki shartga to'g'ri kelmaganda maxga o'ziga olyapti, countni yana 1 ga tenglab turib, yana o'sha hisoblashni yana qaytadan davom ettiryapti. Endi bu funksiyadan, ya'ni loopdan chiqishimiz mumkin. So'ngida agarda o'sha oxirgi elementlar qolib ketadigan bo'lsa, maxni yana bir marta o'sha count bilan kattasini olib o'sha maxni saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xuddi o'sha ishni, ya'ni loop ichidagi ishni loopdan tashqarida ham bir qator qilib qo'yamiz va masalamiz shartiga mos tushadi. Va oxirida maxni o'zini qaytarib yuborsak, kodimiz ishlaydi. Demak, 3 ta holat uchun ishladi. Faqatgina mana bu holat uchun ishlamabdi. Demak, bu yerda bo'sh list berilgan. Bo'sh listda o'sha 0 qaytish kerak. Bizda 1 qaytyapti. Buning uchun biz kodimizning boshiga o'sha bitta shartni tekshirishni qo'shib berishimiz kerak. Agarda not nums bo'lsa, 0. Bu nima degani? Agarda nums bo'sh bo'ladigan bo'lsa, ya'ni listni o'zi mavjud, lekin uning ichida hech qanaqangi element, ya'ni bo'sh holatida degani, shu holatda 0 qaytarib yuboramiz. Ya'ni o'sha listimiz mana bunga teng, ichida hech narsa yo'q. Bu holatda o'sha 0 ga qaytarib yuboramiz. Ko'rib turganingizdek, masala 31 millisekundda 99%, ya'ni o'sha barcha foydalanuvchilardan tez ishladi. To'g'ri, undan ham tez ishlangan yechimlar bor, lekin bu ko'rinishdan anchagina tez hisoblanadi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.